Iffat serialining 47-qismi 2025-yilning 2 dekabr kuni soat 20:00 da Mening yurtim telekanalida namoyish etilishi voqealarga yangi ruh bagishlaydi. Bu safar ham Kamron va Shirinning taqdiri oson bo'lmagan qarorlar, ichki kurashlar va sinovlar bilan to'qnashadi. Or, sadoqat va muhabbat sinovlari. Yangi bo'limda aynan shu mavzular yanada teran ochiladi. Har bir sahna qahramonlarning ruhiy dunyosini yoritib, tomoshabinni ularning his-tuyg'ulariga yaqinlashtiradi. Serialning kuchi, samimiylik va chuqurlikda, Kamronning qat'iyati va Shirinning nozik, ammo mustahkam irodasi voqealarga alohida ta'sir beradi. Iffat zamonaviy seriallarning aksariyatidan farqli ravishda dramatik lahzalarni suniylashtirmaydi. Aksincha, hayotiylik, izchillik va emotsional kuch orqali tomoshabinga ta'sir ko'rsatadi. Yangi bo'lim tomoshabinni yana bir bor o'yga toldirib, muhabbatning asl qudrati qay darajada bo'lishi mumkinligini eslatib o'tadi.